Nima uchun turbina bo'g'ilib qoladi bilasizmi? Va nega aynan biz PAUK deb nomlaydigan kollektor bu muammoni bartaraf etadi? Sizning zavod kollektoringiz turbina qo'yilgandan keyin o'z-o'ziga bo'g'ilib qolishining sababi bor. Stok kollektor turbinaga palapartish va bir maromida bo'lmagan pulslarni yuboradi. Ya'ni gaz chiqib ketish qo'rlari yetarlicha uzun bo'lmagani uchun aynan shu qo'rda yuqori bosim yuzaga keladi. Shu bosim hisobiga chiqqan gazlar atmosferaga erkin chiqib ketishga qiynaladi. Bu degani sizda o't kuchi kamayadi. Chunki qo'rda bosim vujudga kelgani uchun motor toza havo olishga ham qiynaladi. Bu xuddi to'yib nafas ola olmaslikka o'xshaydi. PAUK yokida uzun qo'rli kollektorlar bu muammoni bartaraf etadi. 4 ta qo'ri ham bir xil uzunlikka ega bo'lgan bu kollektor turbinaga bir maromda, ya'ni bir xil chastotaga ega bo'lgan bosim to'lqinini uzatib beradi va turbina erkin ishlashni boshlaydi. Gaz erkin chiqib ketgani hisobiga o't kuchi o'z-o'zidan ko'tariladi. Turbina o'rnatib, u bilan keladigan boshqa modifikatsiyalarni e'tibordan chetda qoldirmaslik uchun ProChip Tuning jamoasiga murojaat qilishi esdan chiqmasin. Va keling, agar turbina o'rnatsa, u bilan qo'shib yana nimalar o'zgarishini bilmoqchi bo'lsangiz, izohlarda albatta so'zini yozib qoldiring.